Xo'p, bozor qilish uchun bu yerda Batumi Mall degan joy bor ekan. 24 ga 7 ishlar ekan, yopilmas ekan. Hozir sizlar bilan narx-navolarni solishtirib, bozorlik birga qilib ko'ramiz. Ketdik. Gaz past chiqib ketadi. Bir olaylik. Yetmaydi. Ko'pchiligimiz ishlatadigan Colgate zumni pastasi 8,5 lari turar ekan. Studentlarning ovqati necha pul turar ekan bu yerda? Dasharak. Xo'p, dasharak 207 lari turar ekan. MZ necha pul ekan bu? 275. Xo'p, 275 lari turar ekan. Kolalarning narxi 1,5 litrli kola 1,5 litrli kola 360 lari turar ekan. Toshkentda bu suv mashhur. Bu yerga kelib o'zini original mazasida ichib ko'rdik. Barjomiy bu yerda 265 lari turar ekan. Lekin bu yerdagini mazasi Toshkentdagidan boshqacharoq ekan. Qanaqadir bir yotliroq, sal sho'rroq ekan mazasi. Xo'p, kefirlarning narxi 775 lari ekan. Bu yerda menimcha 1 litrli. Unda assortiment ko'p ekan. Boya biz mana bundan oldik. 1 litrli suv 675 lari ekan. Non, o'zbek non ko'p yeydi. Nonni ham non bilan qo'shib yeymiz. Hozir nonlar narxini ko'ramiz bu yerda qanchalik. Hammasi bo'lsin. Xo'p, mamlakat noni narxi 315 lari ekan, lekin kattagina. Bizga ko'p ishlatadigan mahsulotlardan bittasi tuxum bo'ladi. Tuxumning narxi bu yerda 655 lari ekan. Bu yerda ichida 10 ta ekan. Ko'pchilik odam ertalabdan kofe ichishni yaxshi ko'radi. Xo'p, Yakobslarning narxi mana mamlakat ekan, kattarog'ining narxi mana mamlakat ekan. Nescafe Gold 11.95 laridan boshlanar ekan, buyog'i sekin ko'tarilib ketaverar ekan. Men oyijonim mash saryoni yaxshi ko'radilar. Xo'p, prezident saryoligini 400 grammligi 20.45 lari ekan. Qolganlari kichikroqlar narxlari boshqacha ekan. Xo'p, butun bozorligimiz 45 lari bo'libdi. Bu bizning pulda 200 ming so'm bo'ladi. Lekin ikkita paketda ancha-muncha narsa oldik. Normalmi? Normalmi?